qiz bolani deydi shunaqa ham yaxshi ko'raman deydi. Xudodan deydi yig'lab yurib Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Yo'q, jicha nogironli qiz berdi deydi. O'smaydigan. Gapi yaxshi, tili yaxshi, yeb ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i tufaylidan katta bo'lmadi deydi. 3 yasharligidan tili chiqishni boshladi. O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla, shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichish yasa, akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qulma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi deydi. Keyin e'tibor qilibman deydi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi deydi. Tili chiqqanda bildimki, ayasiga aytar ekan, aya dadamga aytib qo'ymayman, meni kasalimman derki. Kasalligimni dadam bilmasin-a derki. Nimaga desa, o'ksinib qoladilar, xafa bo'lib qoladilar. Nima deb xafa bo'ladilar desa, meni qizim kasal ekan deb xafa bo'lib qoladilar-da. Hali tuzalaman, aya. Hali tuzalaman, aya. Ro'molchalarini yuvib beraman, paypoqlarini yuvib beraman. Dedi xon bo'ldi. 5 yashar bo'lganda aya ha, menga ham ovqat qilishni o'rgating dedi. O'tira olmaysiz, tura olmaysiz, yura olmaysiz-ku desa, o'rgatib qo'yavering. Nimaga desa, dadamga shirin ovqat qilib beraman. Qarang. Og'riq dodolodod qilib turgan bo'lsa ham, ayasiga injiqlik qilayotgan bo'lsa ham, og'riqni qattig'idan chidolmay turgan bo'lsa ham, shunday kirsam o'zini soqqa savoladi deydi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi deydi. Qarang, 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi. Kirsam gaplashib to'ymasdim shu qizim bilan deydi. Qarang, to'ymasdim. Og'riq kuchayib ketdi-yu, doktorga olib borsak, reanimatsiyaga olib kirib ketishdi dedi. Tabletlarda kiring deyishdi. Kirsam, doktorlar hayron qolyaptiki, baqir-chaqir og'riqqa chidalmay turdi. Qarang, og'riqqa chidalmay turdi. Siz kirishingiz bilan qarang, tuzalib olganga o'xshaydi. Sizda nima bor desa, dadalik hurmati bor. Meni shunaqa hurmat qiladi bu qizim. Qiynalayotganini derazadan ko'rdim, chekkasidan qarab ko'rdim. Doktorga og'riq qoldiradigan ukol qilib qo'yaveringlar. Qarang, og'riq qoldiradigan ukol qilinglar. Qiynalayotganini ko'ryapsizlar. Og'rimasdan jon taslim qilsin. Men chidalmayapman desam, ukol qilamiz deyishsa, nima qilyapsizlar debdi. Desa, shunaqa og'riq qoldiradigan ukol desa, yo'q, men behush bo'lib qolaman. Otamni ko'rolmay qolaman. Qarang, otamni ko'rolmay qolaman. Og'riqqa chidayman. Ukol qilmaylar deb turib oldi deydi. Ukol qildirishni qilmadi deydi. Bir 12 kechasi kirmasangiz bo'lmaydi, oxirgi nimasi. Nimadandir bir nima qilib atrofga alang-jalang qilib turibdi, kiring deydi. Kirsam yana o'zini tetikka soldi. Qizim bo'ldi, kasalligingizni bildim. Endi uni qilib o'zingizni qiynamang desam deydi, ko'zidan shuna yosh oqyapti-da. Dada, menga sarflagan pulingizga, olib bergan ko'ynagingizga, qurchaq o'yinchag'ingizga rozi bo'ling. Men qiz bo'lib bir ro'molchangizni yoki bir paypog'ingizni yuvib bera olmadim. Hech bo'lmasa bitta qiz bo'lib, bitta shirin ovqat qilib bera olmadim. Mendan rozi bo'ling-a? Dedi, ha, men roziman qizim deb ko'zimni oqayotgan yoshni deydi, berkitib sekin teskari qarashimni bilaman. Puf degan ovoz chiqdi. O'ligini ham ko'rsatmadi domla deyapti. Qarang, o'lishini ham ko'rsatmadi qizim deydi. Ana qiz bolaning mehri. Nimaga desa, otam o'ksib qolmasin. Bu o'sha ikol qilib qo'ysa, behush bo'lib qolsa, shu otamdan rozilik ololmay qolaman deb turib ikol qildirmagan ekan. Keyin bildim deb